Vau, ichi to'la siru buni. Pistasi ham bor ekan, qaranglar. Kommentariyada pista kabobga ham borib ko'ring deyishgan ekan. Men o'sha joyda topib keldim. Bu yerda narx-navosi bilan tanishib ko'ramiz. Necha xil kabob bor ekan? Shashlik bor bu yerda. 12 xil. Pista kabobning narxi necha pul? 25 ming pista kabob. Mol viruska 26 ming, oddiy qiyma 15 ming, qo'y qo'ziniki 27 ming, qiltirig'i yo'q baliq 20 ming. Tabaka bu archalari bilan ekan, archa barglari bilan ekan, yangilik. Bu necha pul bu? Bitta butuni turishi 60 ming ekan. Rahmat. Mana pista kabob ham keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Vau. O'rtoqlar, to'g'risini aytsam juda ham yoqdi menga. Вообще yoqdi. Siz bu pista kabob haqida o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar bu yerning lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram guruhimga tashlab qo'ydim.